Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlarga nivellerdan ishchi holatga keltirish va sanoq qilish nisbiy balandlik va nishabni qanday aniqlashni ko'rsatib o'taman. NL 32 niveller uchun boshlanish nuqtasi bu yerda 14 uchun mana shu boshlanish nuqta bo'lyapti. Ya'ni 14.00. Har bitta chizig'imiz 1 santimetrga teng. 1 santimetrimiz 10 millimetrga teng. Ya'ni 10 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Bitta 100 millimetrimiz 10 santimetrga teng. Mana shu 14 ga shu oraliq tegishli. 15 ga yuqori uchun biz sanab olishimizda 3 ta iplar turi hosil bo'ladi. Qarash qurbonasidan nivellarda qarash qurbonasidan qaraganimizda 3 ta iplar turi hosil bo'ladi. Ya'ni qanday? Yuqori, misol uchun shunda qaraganimizda yuqori, o'rta, pastki. Bu sanoqlar qanday olamiz degan savol bo'lishi mumkin. Buni olishimiz uchun biz birinchi o'rinda o'sha chizig'imiz qayerda iplar turi qayerdan hosil bo'lgan bo'lsa, o'shagacha masofa olishimiz kerak. 14 ga tegishli ekan, ya'ni sanab olamiz. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 dan ozroqgina o'tyapti. Ya'ni 91 yoki 92, 91 olyapmiz. 14 da misol uchun 91. O'rta sanog'imizni olamiz, ya'ni buni ham sanab chiqamiz. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ya'ni 14 da 60. Keyingi sanog'imiz, pastki sanog'imizni olyapmiz. 10, 20, 30 ga yetmayapti. Bu yerda 14 da 28 oldik. 3 ta sanoq oldik nivellerda, ya'ni qaraganimizda. Nivellerdan qaraganimizda bu sanoqlar bizga nimalarga kerak bo'lishi mumkin? Birinchi o'rinda o'sha nivellerdan A nuqtagacha qo'ygan ekanligi sanoqlar. Ya'ni yuqoridan past sanoq ayirib, o'ngga bo'lsak masofasi kelib chiqadi. Ya'ni misol uchun 14.91 dan 14.28 da ayirib tashlasak, ayirib tashlab o'ngga bo'lsak, ya'ni nivellerdan ikkigacha bo'lgan masofa kelib chiqadi. Nisbiy balandlik qanday topishimiz mumkin? Nisbiy balandlik o'rtadagi sanoqlar, misol uchun 14.60. 14.60 da misol uchun 14.60 da keyingi bir nuqtamizdan ham ko'rsatib ketamiz. Hozir misol uchun bir nuqtamizniki 14.80. Birinchi o'rta sanog'imiz 14.60 edi. 14.80 dan ikkalasini farqini bu nisbiy balandlik deyiladi. Bu 15.00 mana bu boshlanishi 15.00. Nishabni topish formulasi h taqsimdir. Bu yerda h nisbiy balandlik deyiladi. D'miz masofa, umumiy masofa. Ya'ni o'sha nisbiy balandlikni umumiy masofasiga bo'lsak, nishablik hosil bo'ladi.